Hamma narsaning yechimi bor. Quvvatsizlikmi? Yechimi bor. Pul kammi? Yechimi bor. Munosabatlardan ko'nglingiz to'lmaydimi? Yechimi bor. Yechim bor. Maqsadim sizni ilm olishga, mana shu yechimlarni o'rganib olishga qiziqtirish. Va bugun kichkinagina mavzuni ochmoqchiman va aynan mana shu mavzuga oid bir amaliyot ham bajaramiz. Tasavvur qiling, insonni tanasi 7 ta qismdan iborat, deylik. Buni chakra deyishadi, quvvat manbalari deyishadi. Tasavvur qiling, tana mana 1, 2, 3, 4 mana shunday 7 ta qismga bo'lingan. Va buni biologik, fiziologik tomonlama isboti bor, ya'ni har bir 7 ta qismimizda bezlar joylashgan, gormon ishlab chiqaradi. Buni qadimiy ta'limotlar ham bor. Agar sizga qiziq bo'lsa, buni o'rganishingiz ham mumkin. Inson umurtqasini dumg'izidan boshlab, ko'pchikdan boshlab to boshimiz uchigacha 7 ta qismga bo'lishimiz mumkin. Va tanamizni har bir qismida juda ham katta quvvat manbai bor. Va bu xuddiki mana shlang, suv o'tadigan bir truba yoki shlangga taqqoslasangiz bo'ladi. Inson yer va osmonni orasida yashovchi mavjudot qilib yaratilgan. Ya'ni biz hayvon ham emasmiz, lekin farishta ham emasmiz. Inson yer bilan osmonni o'rtasida. Va agar o'sha truba deymizmi, toza bo'lsa, yerdan quvvat ko'tariladi, osmonga tarqaladi. Xuddi shunday osmondan quvvat tortiladi, yerga o'tib ketadi. Va mana shu harakat uchun tana mos bo'lsa, siz hech qachon quvvatsizlikdan qiynalmaysiz. Hech qachon. Quvvat mavzusi aynan mana shu 7 qism chakralar bilan ham bog'liq. Va har bir qismimiz nimagadir javob beradi. Men bugun qisqacha sizga aytib o'taman, shunchaki konspekt qiling. Bu mavzular keyinchalik yulduzli marafonda yana to'liq o'rganiladi. Gap shundaki, agar mana shu shlang yoki truba tiqilib qolsa musor bilan va qanday musor bilan tiqilish mumkinligini ham tushuntiraman. Tiqilib qolsa yoki tor bo'lsa yoki va undan yoki teshilgan bo'lsa, mana shu shlangdan bemalol quvvat aylanmasa, bu xuddiki o'sha shlangni qayrilib qo'ygandek yoki nimadir ichiga tiqilib qolgandek tasavvur qilish mumkin. Va aynan o'sha qismda sizda kasalliklar bo'ladi. Misol uchun kimdir aynan do'ng'izi qismida kasalliklar bilan qiynaladi. Gemoroy bo'lishi mumkin, jinskiy kasalliklar. Birinchi qism, ikkinchi qism matka sohasida qorinni pastki qismida kasalliklar mavjud bo'lishi mumkin. Uchinchi qism ko'krak qafasidan pastda, kindikdan tepada. To'rtinchi qismim ko'krak qafasida, yuragim og'riydi yoki mana kimlardir pastda oshqozonim og'riydi, ko'krak qafasida o'pka, yurak masalasi, barcha qon tomirlar bilan kasalliklar. Keyingi qism tomoq qismi bilan bog'liq, zo'b, angina, laringit, tanzilit hammasi mana shu qismda. Tomog'imga doim nimadir tiqiladi. Keyingisi 3-ko'z qismida boshim og'riydi, tinimsiz boshim og'riydi, nevroz, mana shunaqa narsalar. Va eng yuqori qism makushka deyiladi, mana shu joyda joylashgan. Chaqaloq tug'ilganida mana shu yumshoq bo'ladigan, bekorga mana shu joy yumshoq bo'lmaydi chaqaloqlarda. Bu bizani o'sha Alloh bilan bog'lab turadigan nuqtamiz hisoblanadi. Aytmoqchimanki, mana shunday etajlardan, 7 ta etajdan iboratmiz va har bitta etaj tozalangan bo'lsa, siz juda ham katta ham kuch-quvvatga ega bo'lasiz, ham sog'lom bo'lasiz, ham hayotingizni 7 ta yo'nalishi tartibda va chiroyli rivojlangan bo'ladi.
ular bo'lsa, o'lib qolishdan, kun kechirishdan, mana shu qo'rquvlar bo'lsa, sizni eng pastki qismingizda quvvat bloklanadi, quvvat yopilib qoladi. Ya'ni siz yerdan quvvat torta olmaysiz. Bu chakra ota-ona bilan bog'liq, ajdod bilan bog'liq, tug'ilish jarayonlari bilan bog'liq juda ham ko'p muammolar bo'lishi mumkin. Ikkinchi qism xursandchilikka javob beradi, lazzatlanish, rohatlanishga javob beradi va u tiqilib qolishi mumkin uyat hissiyoti bilan. Birinchisi qo'rquv kuchli bo'lsa, birinchi qismda blok. Ikkinchi qism xursandchilikka, lazzatlanishga javob berganligi uchun uyat. Qachonlardir uyalgansiz, sharmanda bo'lgansiz, tegajonli bo'lgan, tanangizdan uyalgansiz. Seksualniy chakra deyiladi. Ya'ni jinsiy hayotga javob beradigan qismimiz, lazzatlanish, xursandchilikka javob beradigan qismimiz juda katta quvvat yashiringan, ayniqsa ayollarga. Ayollarni eng kuchli quvvat manbai mana shu matka qismida joylashgan va uyalish unga blok qo'yadi va har qanday kasalliklar, kista, mioma, sistit, mana shu narsalar, ayollik bilan bog'liq bo'lgan muammolar, erkaklardan nafrat, bemalol bo'la olmaslik, ochila olmaslik barchasi mana shu qismdan iborat. Keyingisi, uchinchi qism kuchga javob beradi, ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchga javob beradi. Agar ishda muvaffaqiyatli bo'lishni istasangiz va katta pullar topishni istasangiz, uchinchi qism joyida bo'lishi kerak, chunki u o'ziga bo'lgan ishonchga javob beradi. Olov deyiladi, ya'ni mana shu joy kuchli bo'lishi kerak. U yerda aybdorlik hissi, har qanday aybdorlik hissi, men o'zimni kechira olmayman, men qachonlardir nimadir eplay olmadim, men uddalay olmadim, men xato qildim, men qo'limdan kelmaydi, barcha mana shunday bloklar va jarohatlar mana shu qismni yopib qo'yadi. Oshqozon kasalligi, ichaklardagi shamollashlar mana shu qismdagi muammolar bilan bog'liq. Keyingisi yurak, albatta sevgiga javob beradi. Hayotda kechirimli bo'lish, sevish, sevgi bilan bo'lisha olish, sevgini qabul qilish, shartlar qo'ymaslik, sevgida yashashga javob beradi mana shu qism va bu yopiladi qayg'u bilan, g'am bilan, kuchli yig'i bilan, skort deyiladi, toska, skort rus tilida. Mana shu hissiyotlar bilan yopilib qolishi mumkin. Va odam aytadi, men yaxshi ko'ra olmayman deydi. Men bolamni yaxshi ko'ra olmayman, men erimni yaxshi ko'ra olmayman, men ota-onamni yaxshi ko'ra olmayman. Nima yaxshi ko'ra olmayman tushunmayman. Chunki mana shu qismda blok bo'lgan bo'lishi mumkin va quvvat tiqilib qoladi. Keyingi qism bo'yin qismi va bu o'z fikrini ifodalashga tegishli, rost gapira olish, uyalmaslik, tortinmaslik, o'z fikrini bayon etish, g'oyalarni amalga oshirish, o'zini so'zini o'tkazish mana shu qism bilan bog'liq. Va bu ham qachonlardir ovozingni o'chir, yop, yum, bizni yolg'on gapirishga majbur qilgan har qanday travmalar mana shu bo'yin qismi bilan bog'liq. Va mana shu ochilganida inson o'zini aldamaydi. O'zini aldaydigan insonlarda mana shu qismida muammo bo'ladi. Va keyingisi fikrlar, salbiy fikrlar, o'zini aldash, nimalardir yaratib olish yoki g'oyalarga ishonmaslik, ko'ra olmaslik, net daveriya, ishonch yo'q dunyoga, qobiliyatlarni ochmaslik, intuitsiyani ochmaslik, intuitsiyasiga ishonmaslik keyingi qism bilan bog'liq va eng yuqorgisi bu Xudo bilan bog'liqlikda gumonlarsiz yashash. Bu tushunaman juda ham qisqa, juda ham yuzaki, buni o'zi bir alohida katta mavzu va biz nima uchun mana shu narsa haqida gapirdim? Qiziqishingiz uchun. Agar qiziqtira olgan bo'lsam, buni o'rganing. Bu juda katta ahamiyatga ega va biz har bir qismimizdagi jarohatlardan xalos bo'lib, sekin quvvat manbaini ochishimiz mumkin. Va o'shandagina sizni atrofingizda shunaqa katta kuch paydo bo'ladi. Siz himoya qobig'i yaraladi atrofingizda. Bu o'ziga bo'lgan ishonch, bu o'zini aslida kimligini bilish,
bu dunyoda o'zini mustahkam o'rniga ega bo'lish va himoya va xavfsizlikda inson his qiladi o'zini. Va mana shu qatlamlar joyiga tushsa, sizni atrofingizda kuchli himoya qobig'i paydo bo'lsa, nurdan yaralgan, ko'zimizga ko'rinmasa ham bu narsalar bor, mavjud, bu oldindan qadimdan keltirilgan qo'lyozmalarda va manbalarda. Agar sizni himoyangiz kuchli bo'lsa, tashqidan ziyon yetmaydi, infeksiya kirmaydi, ko'z, nazar, bir narsalar, barcha narsadan himoyalangan bo'lasiz va mana shu inson haqiqiy kuchli insondek ko'rinadi. Bunday odamlarni his qilish mumkin, bunday odamlarni sezish mumkin. Hatto aytishadiki, salovati bosadi, nimadir bor shu odamda, tortadi shu odam deydi, shu odamni oldida bo'lgim keladi, shu odam o'ziga jalb qiladi, bunday odam katta ishlarni amalga oshira oladi, bunday odam ko'p insonlarni ergashtira oladi. Bo'lgan shunaqa buyuk insonlar va siz ham buni amalga oshirishingiz mumkin.